hozir prezidentimiz mana 2 yildan beri gapirib ishlarimiz turibdi. Elektr bo'yicha, yo'l bo'yicha. O'zi birorta hokim bizda tug'ilgandan beri buna qishloqni ichidan o'tib ketgan, buna uymay yurganman. Biz hokimini nazariga tushib, yana nazariga tushdiki, demak yana shundan ham go'zallashib ketadi bular. Yana shular rahbarlarga, mana hokimga ham nima qilsa yana kelaman desa, yana shu yerda bo'ladi desa, hammalaringga juda katta rahmat. Mana hozirgi vaqtda endi hamma ko'chalarda suvlarni ikki tomondan ham suvlarni tushirib berdi. Suyetlar bo'lib ketyapti. Asfalt bo'lmagan ko'chani qo'ymaymiz dedi. Hammasini, to kichkina ko'chalargacha asfalt qo'yamiz dedi. Bugundan boshlangan. Mana bugundan boshlanib juda katta masofadagi joyimizda asfaltlashtirildi. Bu bizni xalqimizni kelajakdagi sharoiti, hozirgi sharoiti uchun endi juda katta prezidentimizni siyosatiga to'g'ri keladigan masalada bu. Bundan prezidentimizdan aholi juda xursand. Zor. Mana bu sport musobaqalaridan voleybol, futbol, u yerda shaxmat, shashka harakatlari nihoyatda yaxshi davom etyapti. Xudoga shukr, ming marta. Prezidentimizni mana shu xalqqa nima qilayotgan kattagina tashabbusi bilan oblast hokimini nazariga tushgan ekanmiz. Mana bu nazariga tushish sharoitida butun hamma yo'g'imiz gullab yashnaydigan bo'ldi, xudo xolasa. Odamlarning ko'tarinki ruhi ham nihoyatda yaxshi.